göktağlara hılpırab turgan bayrağınday hur bulay vatan. Sen hakkında kim eşar bitse her satriga jor bulay vatan. Bugün 10. dekabr O'zbekiston Respublikasi partiyasi qabul qilinganligining 30 yilligi va To'g'raqo'rg'on tuman hokimligining tashabbusi bilan o'tkazilayotgan 3 avlod uchrashuviga xush kelibsiz aziz do'stlar. Sizlarni tabriklash uchun so'z To'g'raqo'rg'on tuman hokimligining mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Ixtiyor Boltayevga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, nuroniylar, yosh avlod vakillari. Hurmatli azizlar, To'g'raqo'rg'on tumanimizning eng shijoatli, noz-ne'mat yaratadigan ahli shu To'g'raqo'rg'on tumanining To'g'raqo'rg'on masjidida joylashgan. Ya'ni shu davrada o'tirgan hamma tumanimizda eng hurmatli insonlar. To'g'raqo'rg'on tumanining To'g'raqo'rg'on masjidi bu 4 ta mahalla, aholi soni 10 mingga yaqinlashdi. To'g'raqo'rg'on tuman tashkil bo'lgandan yurib tursa shunchalik ishlar, shunchalik nalar. Birinchi nazar bera qaratildi. Birinchi tuman hokimligining berdagi binosi, birinchi bering yo'llari tashkillashtirilib, keyin ne qismi olindi. Hurmatli o'rtoqlar, mana vatanimizda yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz degan ezgi g'oya asosida o'tkazilayotgan 3 avlod uchrashuvi insonlar huquqli muhitda birlashtiradi. Islohotlar samarasini o'z tadbirda, kundalik hayotida ko'rayotgan har bir yurtdoshimiz qalbida bugungidan rozi bo'lish, ertangi kuniga mustahkam ishonch tuyg'usi mujassam. Zero inson manfaatlarini oliy qadriyat sifatida ulug'lanadigan yurtimizda islohotlarda ko'z tutilgan bosh maqsad ham ana shu. Xalq manfaatini, odamlarni hayotda rozi qilish doimo faoliyatimizning asosiy mezoni bo'lib qolaveradi. Mana shunday tadbirlarni o'tkazilishi yurtimizdagi barcha millat vakillari o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashi bilan birga ular o'rtasida mehr-oqibat, mehmondo'stlik, qardoshlik rishtalarini yanada mahkamroq bog'laydi. Butun ma'rifiy olam uzoq cho'l hududida yashash, mehnat qilish ulkan sharaf, ayni paytda katta mas'uliyat. Chin insoniy g'oyalarni qalbga joy etish va boshqalarni ham shunga boshlash har bir To'g'raqo'rg'onlik, ayniqsa yosh avlod vakillarining burchidir. Mana o'rtoqlar, 3 avlod uchrashuvi finalda bitdik. Shunga hamma joyda tashkil bo'lyapti. Uni respublika miqyosida ko'rsatilgan qisman To'g'raqo'rg'onning shu nufuz hududida o'tkazilgan. Shunga davom qiladi. Yine bunyodkorlik ishlari, yine ishlaring shu mahallada, shu binoni o'zi ham yine yaqinda ishga tushgan. Shunday binolarda, shunday bayramlar, shunday ko'psini ko'rish, ko'psida birgalikda ochilish marosimlari, bayram tadbirlarini o'tkazilish shu 3 avlod vakillaridan nuroniylar, o'rta yoshlar, yosh avlodimizga nasib qilaversin. 30 yilligi. Bugun ham bayram, bugun ham madhiyamizning qabul qilinganiga 30 yilligi. Yine keyin yangi yil kelib kelyapti. Shu bayramlar yurtimizga, elimizga, her biringizni xonadoningizda baraka, sog'lik, omonlik, tinchlik olib kelgan bo'lsin. Hammangizga katta rahmat. Yılmaya gelince bütün bir yıl gelir. 40 yılmaya gelince bütün
Ha, rahmat. Çemenden bülbül